Uyda it yoki mushuk saqlash uchun qo'shnilarning roziligi kerakmi? Ko'p qavatli uylarda qo'shnilarning va xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatining roziligi bilan birdan ortiq bo'lmagan itni va mushukni saqlashga ruxsat beriladi. Bundan tashqari, alohida uyda itlarni saqlashga faqat bog'langan holda, erkin sayr qildirishda, atrofi o'ralgan hududda ajratilgan holda saqlashga yo'l qo'yiladi. Itlar ochiq joylarda sayr qildirilganda va turar joy binolarida itlarning egalari tinchlik saqlashini ta'minlashlari, ertalab soat 8:00 gacha va kechqurun 22:00 dan keyin itlarning vovullashining oldini olishlari kerak. Aholi punktlarida itlar ro'yxatga olinishi va har yili qayta ro'yxatdan o'tkazilishi shart. It ochiq joylarda sayr qildirilganda, u tumshuq bog'ida va 2 metrgacha uzunlikdagi etovda, jamoat joylarida 1 metrgacha uzunlikdagi etovda bo'lishi kerak. Tumshuq bog'isiz va etovsiz faqat maxsus ajratilgan maydonlarda sayr qildirishga ruxsat beriladi. Shaharlar va boshqa aholi punktlarida it va mushuk boqishning qoidalarini buzish, xuddi shuningdek, mansabdor shaxslar tomonidan egasiz hayvonlarni tutirish choralarini ko'rmaganlik jarima solishga sabab bo'ladi.